Statsionarda summaga davolansa bo'ladimi 10 kun davomida? Xo'p, summasi haqida to'xtalmaymiz. Bitta narsani to'g'ri tushunish kerak bo'ladi. Juda ham xalqimiz tomonidan ko'p beriladigan savol. Ya'ni palon summaga 10 kunga meni davolab bera olasizmi? Bu juda ham qiziq savol. Endi bu nima degani? Bu vrachni chegaralab qo'yish degani. Vrachni chegaralab qo'yasiz. Ya'ni siz 10 so'mga meni davolab ber desangiz, vrach o'sha 10 so'mdan o'tolmaydi u yog'iga. Davolanishga qiynaladi. 10 so'mga yetgunicha davolaydida yog'ish to'xtab qoladi. Bu juda ham noto'g'ri savol hisoblanadi. Sizni tashxisingizga qarab dinamikada kuzatib boriladi. Balkim u 10 so'mdan arzon ham bo'lishi mumkin, balkim qimmat ham bo'lishi mumkin. Hech qachon statsionarda yotayotgan paytda palon summaga meni davolab ber deb savol qo'yilishi kerak emas. Juda ham noo'rin savol hisoblanadi. Biz ham shundan qiynalamiz. Ya'ni nima degani? Bu sizni tashxisingizdan kelib chiqib davo muolajasi olib borilayotgan paytda sizni summangiz tugagandan keyin to'xtatib qo'ya olmaymiz. Shu sizga qo'yilgan tashxis yaxshi bo'lmaguncha davo muolajasi olib borilishi kerak bo'ladi. Buni to'g'ri tushuninglar. Falon summaga davolab biz bera olmaymiz. Shuning uchun klinikamizga murojaat qilsangiz, bu haqida juda ham to'liq ma'lumot beramiz. Har bir narsaga qanaqa to'lov amalga oshiriladi, nima qilinadi, to'liq ma'lumotlar beramiz. Statsionarimiz juda ham ko'p qulayliklarga ega, kelib maza qilib yotib davolanib ketishingiz mumkin. Bu so'ragan savolingiz sizning esingizdan chiqib ketadi. Juda ham xursand bo'lib chiqib ketasiz statsionarimizda davolanib. Biz sizni statsionarimizda kutib qolamiz.